Bir kompaniyada yaxshi mutaxassis ishlardi, mas'uliyatli, jim, ishini vaqtida qiladigan xodim. Bir kuni ariza yozdi, ishdan ketdi. Rahbar hayron, nega ketyapsan? Xodim qisqa javob berdi, shunchaki boshqa joyda ishlamoqchiman. Rahbar jamoaga dedi, mas'uliyatsiz ekan, hech narsa demay ketdi. Lekin asl voqea boshqacha edi. Bu xodim aslida bir necha oy oldin ichidan ketgan edi. U bir necha marta noroziligini ichidan his qilgan. Bir qaror unga adolatsiz tuyulgan, bir necha fikri jiddiy olinmagan, bir safar gapirganda keskin javob olgan. U janjalchi emas edi, shuning uchun bahs qilmadi, shunchaki jim ishlashda davom etdi. Shundan keyin u ichida qaror qilgan, gapirishdan foyda yo'q. Keyin esa boshqa ish topdi. Ketayotganda ham mojaroni ochmadi, chunki jim ketish xavfsizroq edi. Rahbar esa o'ylaydi, hech qachon muammo aytilmagan. Aslida muammo aytilmagan emas, eshitilmagan. Shuning uchun xodimlarning ketishi ko'pincha ketgan kuni boshlanmaydi, hali ishlayotgan paytdan boshlanadi. Savol esa oddiy, sizning jamoangizda xodimlar ketgandan keyin gapiradimi yoki ketmasdan oldin eshitiladimi?